Agarda ajrashgan bo'lsangiz yoki sevgilingizdan ayrilgansiz, qalb og'rig'i sizni qiynayotgan bo'lsa, sog'inch, uni sog'inish, o'tmishni qo'yib yubora olmaslik va umuman qalbingiz og'riyotgan bo'lsa, ushbu video siz uchun. Zero bu video qalbingizga malham bo'ladi. 7 ta qoida mana shu hozir aytiladigan, mana shu kechirish, unutish va o'tmishni qo'yib yuborish jarayonini ancha tezlashtiradi. O'zimni tajribamdan ham kelib chiqib ayta olaman. Men bir necha bora ayrilik ko'rganman, mana 39 yoshimgacha va buni azobini va og'riqini juda yaxshi bilaman va hattoki ajrim ham ko'rganman. Aytishingiz mumkin, ajrashganmisiz? Yo'q. Bitta inson bilan ajrashib, 1 yil davomida alohida yashab, mana shu jarayonni men yutib chiqib, qalb og'rig'ini o'sha inson bilan boshqacha uje shaxs sifatida qo'shilib qayta yana hayotimizni davom qilganmiz. Shuning uchun поверьте мне deydi-ku, trust me ketdi. Birinchi qoida. Agarda bu inson bilan hammasi tugagan bo'lsa va endi chora yo'q, sizdan faqat uni unutish va qalb azobidan qutulish mana shu vazifasi sizni oldingizda turgan bo'lsa va qiynalayotgan bo'lsangiz, birinchi navbatda bu insonga nisbatan uni oldiga borib yoki bo'lmasa o'sha insonga yolvorib, kechirim so'rab, mana o'zgaraman, yana bir imkon ber, uzr so'rayman degan narsalarni qilmang. Nega? Chunki munosabatdan chiqib ketayotgan inson o'zi birinchi navbatda aslida u yerda sizga nisbatan hurmatsizlik deb qaraladi bu narsa. Shuning uchun agarda hurmatsizlik qilinayotgan joyga siz intilsangiz, bu battar hurmatingiz o'sha joyda bo'lmaydi degan, battar qadringiz tushib ketadi. Ya'ni agarda hammasi tugagan bo'lsa, ya'ni siz tarafdan hamma narsa qilindi, u tarafdan может быть qilindi, balkim qilinmadi, buni farqi yo'q. Uje imkon yo'q va ayriliq va ajrim tayin bo'ladigan bo'lsa, demak u tarafga intilib, yolvorib, kechirim so'rab, boshqa qilib, qanaqadir shamalar qilish umuman keragi yo'q. Battar qadringiz tushadi va o'sha inson tam mansiz yashay olmas ekan degan fikrlarga ham boradi. Siz esa o'zingizga bo'lgan hurmatingiz ham qochadi. Chunki sizga hurmatsizlik qilingan joyga yoki ora uzilgan va ora ochiq qilingan joyga intilish siz o'zingizni birinchi navbatda qadringizni bilmasligingiz va hurmat qilmasligingiz demakdir. O'sha inson ham buni juda yaxshi tushunadi. Shuning uchun u insonga yolvorish, yoqarish, kechirim so'rash, o'zgaraman, boshqa bular faqatgina sizlarni battar uzoqlashtiradi. Bu birinchisi. Ikkinchisi, uni ijtimoiy tarmoqlarda kuzatishni, ya'ni o'sha nima deydi, chetdan turib, nima bo'layotgan ekan, kimnidir topdimi ekan, qanaqa ekan hayoti, baxtlimi ekan mansiz, kuzatishni, qidirishni, zimdan qanaqadir levi profillardan, Instagram, Telegramda ajibuji deb X, Y, 4, 5, 6 degan profillardan uni kuzatib, mana bunaqa qilishni bas qiling. Nega? O'zi siz qalbingiz yarador, o'zi uni sog'inyapsiz, o'zi uni unutishni xohlayapsiz. Ora esa ochilgan va bu narsalar ijtimoiy tarmoqda kuzatish yoki qanaqadir uni orqasidan izlash, poylash, bu degani meni ichimda hali umid bor va men может быть agarda seni kuzatib yuraman, чтобы sen meni kelib olib ketishing uchun yoki yana birga qo'shilishimiz uchun va bunaqa sizni xatti-harakatlaringiz birinchi navbatda faqatgina o'zingizga yomon va ikkinchi navbatda o'sha inson buni bilgan taqdirda ham battar sizga nisbatan hurmati, qadri ham tushadi. Так что bunaqa ни в коем случае qilmang. Nega? Metafora bilan aytaman, yarani bitishini istagan inson o'sha yarani hech qachon kavlamaydi. O'zingizni hurmat qiling. Хорошо, orqasidan kuzatsangiz, uni unuta olmaysiz, jarayon esa battarlashadi. Uchinchisi, uni qiziqtirish uchun soxta qanaqadir rasmlar qo'yishni keragi yo'q. Yoki bo'lmasa qiziqtirish uchun kimlardir do'stlaringiz, dugonalaringiz nima deydi, tarafdan unga чтобы ana zo'r, u juda baxtli, u hozir sayohatlar qilmoqda, uni hayotida hozir Cristiano Ronaldoning bojasi kelib qo'lini so'rayapti, ukasi kelib qo'lini so'rayapti. Yoki bo'lmasa mana hayoti dahshat Mercedes olyapti. Bunaqa soxta o'zingizni baxtli
ko'rsatish, чтобы uni o'sha bitta yumshoq joyi kuyishi uchun bular kerak emas. Chunki unga o'zingizni baxtli ko'rsatish ham aslida men seni shu darajada hozir unutganim yo'q va shu darajada qiynalyapmanki, o'zimni baxtli qilib ko'rsatishga harakat qilyapman degani. Bu ham aslida sizning ichingizdagi og'riq haqida gapiradi. Va bu ham jarayonni, ya'ni uni unutish, uni qo'yib yuborish, uni kechirish, o'tmishga rahmat deyish, minnatdorchilik bildirish jarayonini qiyinlashtiradi va sizni hayotingizni qiyinlashtiradi, og'riqni esa kuchaytiradi. Kerak emas bunaqa qilish. Zabveniya degan so'z bor ruschada. Eng zo'r narsa mana shu o'tmishdagi inson, ajrashgan, ayrilgan nima bo'lganda ham o'tmishdagi insonga siz qo'llashingiz kerak bo'lgan eng zo'r narsa, как будто o'sha inson yo'qdek o'zingizni tutishingiz. Bilaman, qiyin bo'ladi, tam tortadi, narkotikka tortgandek bilaman bu narsani, lekin avvalo siz o'zingizni oldingizda va'da bering va o'sha va'daga vafo qiling. Men va'da berdim, o'sha va'dada turishim kerak, чтобы o'zimni kelajakda hurmat qilishim uchun deya. Tushunyapsizmi? Zabveniya o'sha inson как будто yo'qdek, pustoy местодek o'zingizni tuta boshlaysiz. Ana shunda jarayon juda tezlashadi, siz esa ancha donolashasiz. Bu 3-chisi edi. 4-chisi. O'tmishni ayblashni, Xudodan nolishni, atrofdagilarni ayblashni, o'zingizni ayblashni ham bas qiling. Hech kim aybdor emas. Bu shunaqa taqdir, bu o'sha inson sizni hayotingizga keldi, sizga og'riqlar berdi, hayotingizdan chiqdi, hikmat berdi va o'sha munosabatda siz ham, u ham shundan ortiq bo'la olmas edinglar. Tushunyapsizmi? Sizni miyangiz, sizni mana shu darajangiz, sizni tajribangiz undan ortig'ini qila olmasdi, u ham ortig'ini qila olmasdi. Maksimalni qildinglar hamma narsani va bo'lmadi, o'xshamadi va prosta u o'zini missiyasini tugatdi sizni hayotingizdan chiqib ketdi. Hech kim iplos emas, hech kim yaramas emas, hech kim bu hayotga sizni baxtsiz qilish uchun kecha kunduz maqsad qilib mana shu To'xtajonni hayotiga kiramanda uni burnini yerga ishqab baxtsiz qilib, qalbi bilan o'ynashib, tam bilmadim, bitta joyini o'marib, boshqa qilib, xiyonatlar qilib, iploslik qilib, mazza qilib keyin uni tashlab ketaman degan maqsad hech kimda yo'q. Faqatgina bu yerda hikmat bor. Bu o'z-o'zidan 5-chiga kelamiz hozir. 4-chi, u ham siz ham aybdor emassizlar. Bu shunaqa taqdir va taqdir shunaqa narsaki, ba'zan bizda hayotimizda birga bo'lish sujjeno bo'lmagan, ya'ni taqdirimizda bo'lmagan insonlar o'z-o'zidan rolini, missiyasini bajaradi, chiqib ketadi. Siz uning hayotidan va u sizning hayotingizdan. Va hech kim aybdor emas. Munosabatda har doim ikkala taraf ham mas'ul. Aybdor qidirmang, хорошо? U deb bo'ldi, bu deb bo'ldi, ana iplos oramizga tushmasa unaqa bo'lmasdi va hokazo. Ota-onam hech kim aybdor emas. Aybdorlik hissi sizni kelajakda baxtsiz qiladigan eng yomon yuk. 5-chisi. Munosabatdan, o'tmishdan, mana shu og'riqdan harakat qiling hikmat qidirishga. Nega menga bu narsa berildi degan hikmat. Men hozir bitta situatsiyani aytaman. Har bitta munosabat, ayriliq, ajrim va qalb og'rig'i aslida bizni bir pog'ona ko'tarish va o'stirish, asl o'zimiz kabi bo'lish, asl missiyamizni topish, baxtimizni topish uchun beriladi. Men hozir 39 yoshdaman. 19 yoshimda men chista o'zbek bolasi, tam o'tirib olib kitob o'qigan yoki bo'lmasa qanaqadir nimalar bilan uvlikatsiya qilgan, ilm bilan, bizda bunaqa emas-ku, u erkak emas edim, yigit. Ya'ni bizda qayerda ko'rgansiz 19-20 yoshlar yigit o'zidan o'zi kitob ochib, o'zini ustida ishlab, u faqat institutga tayyorlanadi asosan. Kerak bo'lsa IELTS ga tayyorlanadi, u ham o'sha institut boshqa uchun. Institutni tugatgandan keyin qayerdadir ishlaydi, qo'lida papka va bu ishdan borib kelib yuraveradi. Ya'ni o'z ustida ma'naviy, mana bu joyda tafakkurni yoki ilmni rivojlantirish, duxovniy o'sish, bunaqa tushunchalar bizni jamiyatda afsuski yo'q. Tug'ilasan, tam o'qishga kirasan, ishlaysan, uylanasan, o'lasan, tamom. O'z ustida ishlash mana karantindan keyin chiqib kela boshladi, что ma'naviy ishlar, tam o'zingni ilmingni oshir, bu bilim oshsa yanada hayoting go'zallashadi. Boshqa degan narsalar. Men ham boshqa jamiyatdagi yigitlar kabi, tim bo'li 19 yoshman, studentman, boksga borib yurgan yigit edim. Meni hayotimga bitta rus qizi kirib keldi. Oramizda lyubov bo'ldi, sevgi bo'ldi.
xotinim bilmasin, xo'p. Oramizda lyubov bo'ldi o'sha payti, tam osmonlarda uchib yurgan paytimiz boshqa va oradan oylar o'tganidan keyin men boksga boryapman. U qiz esa ilm qizi, juda ham ilmli qiz edi, potokda gruppada lider edi u qiz va shunaqa bo'ldingki, men уже ahd paymon qilganman, o'ylaganman bu qiz bilan endi butun umrimiz birga bo'lamiz, sevishib bog'larda, virvazara, dalalarda yugurishib yuramiz deb. Afsuski yo'q, Allohning o'zini rejasi bor ekan va shuning uchun ham kunlardan bir kun menga bu qiz SMS yozib yubordi. Sen bilan bu yog'iga birga bo'la olmaymiz, chunki seni salohiyating va seni darajang men bilan teng emas. Men o'zim bilan teng yoki o'zimdan ancha intellekt jihatdan, ilm jihatdan ham yuqori insonga turmushga chiqmoqchiman dedi. Tasavvur qiling, shu paytgacha men sinfkom bo'lganman maktabda. Maktabda 5 maktabda o'qiganman. Maktabda rasmlarim turardi. Maktabimiz faxriysi mana Utarov Dilshod. Men o'ylaganman, men vobshe osmonlarda juda Einsteinman deb, yo'q, bunaqa emas ekan. Va o'sha meni qalbimga yarador qilib og'ritib ketgan qizni o'sha paytda la'natlaganman. Senga hali ko'rsatib qo'yaman. Kimni yo'qotganingni, men shunaqa zo'r bo'laman. Ana shu og'riqdan keyin ishoning, mana 20 yil bo'ldiki bu voqeaga, men ilmga sho'ng'iganman. Ilmga sho'ng'iganimdan keyin meni hayot, mana institut, tam dunyo ko'rganim, har xil qiyinchiliklar ko'rganim, har joyga o'zimni urib ko'rganim, juda ko'p narsalar hammasi mana shunaqa keldida, men esa o'sha gapdan keyin balki ichimda senga ko'rsatib qo'yaman deb, balki ichimda og'riq bilan, balki mana shu yarador qalb bilan ilm izlashni boshladim. Ya'ni sen menga nima deydi, darajang past dedingmi, men senga ko'rsatib qo'yaman degandek o'sha payt. Lekin o'sha inson, o'sha ayol o'zi bilmagan holda meni missiyamga olib keldi va meni haqiqatdan ham kim ekanimni eslatib ketdi. Chunki men boksdan ketadigan yoki ko'chada yoki institutda prosta o'qib papka qilib butun umr o'tib ketadigan inson emas edim. Men avazotarni avlodiman va men insonlarga yordam berishim kerak edi va keyin tushundimki, o'z kasbimni topganimdan keyin, men ilm izlab charxlanganimdan keyin, ancha ilmli bo'lganimdan keyin va o'zimni topganimdan keyin, o'z juftimni topdim, o'zimni kasbimni topganimdan keyin o'sha qizga aytdim, "Vau, mana nimaga sen meni o'sha paytda tashlab ketibsan, qalbimni og'ritib. Mana nimaga sen meni hayotimga kirgan ekansan. Aslida sen o'zing bilmagan holda meni baxtga yo'naltirib ketibsan. Sevimli kasb, tam yuqori daromad, Xudoga shukr, sevimli yor, guldek farzandlar, guldek oila." Va o'z kasbimni topganimdan keyin men tushundim, meni ismim Dilshod. Dillarni shod qiluvchi, men qalblarga shodlik ulashuvchi insonman. Ana shu missiyam, hozirgi qilayotgan ishim, missiyamga kelishim uchun ham mana shu judolik, ayriliq, mana shu qalb og'rig'i kerak bo'lgan menga va u bir necha yil davom qilgan, Va o'shandan keyin men sportni tashlaganim yo'q, sport hobbi bo'lib qoldi, lekin asosiy ustuvor prioritet men uchun ilm bo'ldi. Qayerda o'tirsam, qayerda ishlasam, qayerda yursam, men kitob ochib o'qiydigan, izlanadigan, YouTube'da ko'radigan, mana shunaqa bo'ldim. Vaholanki men bolalikdan 19 yoshgacha ilm izlaydigan va bu hayot davomida kerak bo'lgan narsa deb ham unchalik o'ylamaganman. Chunki jamiyat shunaqa tuzilgan, mentalitet. Tushunyapsizmi? Mana hikmat nimadan iborat? Aslida mana shu ayriliq sizni o'zligingizga qaytaradi. Mana shu og'riq sizni ulg'aytiradi va mana shu og'riq sizni separatsiya qiladi va ulg'ayasiz, donolashasiz, ko'zingiz moshday ochiladi, atrofga esa endi boshqacha ko'z bilan, bolalarcha beg'ubor, sodda emas, ancha pishiq ko'z bilan qarashni boshlaysiz. O'sha insonni va sizning ham uni hayotidagi missiyangiz va hikmatingiz ana shundan iborat bo'ladi. Shuning uchun 5-inchisi aybdor emas, bilmadim boshqa emas, Xudoga nolish emas, обязательно hikmat qidiring va uni topasiz. Ishoning, vaqti keladi, siz o'sha insonga rahmat deysiz. Что o'sha payti bu inson bilan o'xshamagani yoki sizni qalbingizni yaralab og'irtib ketgani uchun. Har qanaqa qalb og'rig'i, har qanaqa ayriliq aslida bizni bir pog'ona yuqoriga qo'yadi va o'sha baxt degan tushuncha bor-ku, ana shu B tochkaga yetib borishimiz uchun bizni charxlaydi. Chunki ungacha o'sha baxtga unchalik ham yetarlicha munosib bo'lmay turamiz-da.
ya'ni tushunmay turamiz. Anavi charxlab o'zligimizni aslimiz kabi olib keladi va mana senga san istagan, senga mos juft, mana senga sevimli kasb, mana senga to'kin sochun hayot deydi. O'sha insonlar esa bizni hayotimizga mana shuning uchun kirib kelgan bo'ladi. 6-chisi. Shunaqa video roliklar bor. Agarda seni kimdir tashlab ketgan bo'lsa, sport zalgacha yoki bo'lmasa agarda ayrildingmi, qalbing og'riyaptimi yoki u seni tanlamadimi, trenirovka qil degan. Haqiqatdan bu juda yordam beradi. O'sha paytlari men sport zalga o'zim istamasam ham o'sha tortib borardim, chunki qalb aytardi, o'sha yig'lab yotgan ko'ngil aytardi, yot, patologga tupurib yot, hammani la'natlab yot, uyingdan chiqma, ich boshqa deb, lekin men o'zimni ko'tarardimda yoki sport zalga yoki piyoda yurardim. Yayov yurish, piyoda yurish juda ham qalbga malham bo'ladi, juda ham. Vaholanki o'ylaysiz, piyoda yurishanda tanang rivojlanishi mumkin, pressing yo'q. Bilasizmi, buni ilohiy tarafdan ham qanaqadir, meditsina tarafdan ham, ilohiy tarafdan ham buni hikmati juda ko'p. Agarda qalb og'rirdimi yoki stressga tushdingizmi, qanaqadir o'tmishni uni sog'indingizmi, quloqqa naushnikni taqdingiz, audio knigani yoqdingiz, musiqa emas, желательно kitob, nimadir podkastni yoqdingiz va yurishni boshladingiz, birinchidan organizm tozalanadi. Inson organizmida o'sha paytda kortizol ko'tariladi. Kortizol bu stress gormoni, ya'ni sizni yanada tushkunlikka tushiradigan gormon. Siqilganda inson, ayriliq, judolik shunaqa muammolar bo'lganda kortizol baland bo'ladi. Inson juda qalbi og'riydi shuning uchun ham. Tasavvur qiling, biologически buni nimasi bor fanda ham. Gormoni va o'sha gormonni pasaytirsangiz, siz yana hayotga sokinlik, xotirjamlik bilan qaray boshlaysiz. Aynan yurish yoki bo'lmasa sport zal yoki bo'lmasa sport fizkultura обязательно kortizolni tushiradi va sizdagi o'sha endorfin, dopamin gormonlarini oshiradi, ya'ni hayotga baxt ko'zi bilan qaraydigan xushchaqchaq, baxt o'sha nima deydi, qanaqadir sokinlik bilan qaraydigan gormonlarni oshiradi. Shuning uchun ham yurish 5-10 kilometr har kuni juda jarayonni tezlashtiradi, qalbingizni sokinlashtiradi. Yurib kelgandan keyin ishoning ancha xotirjam bo'lasiz. Chunki organizm bilan bog'liq, plus ilohiyot tarafdan siz o'zingiz bilan qolasiz. Har xil fikrlar bo'ladi, har xil o'ylar bo'ladi, miyaga har xil insaytlar keladi. Va nafaqat miya tozalanadi, qalb tozalanadi. Har xil g'oyalar keladi. O'zligingizga yana bir qadam yaqinlashasiz. Обязательно fizkultura yoki yurish sizni mana shu qalbingizga malham va jarayonni esa tezlashtiradi. Ishoning, o'zimda sinab ko'rganman. Dalshi. 7-chisi, oxirgisi. O'zingiz bilan kelishib olish. Bu nima degani? Mana sizga sinov berildi. Og'ir sinov, ha bilaman, og'riqli sinov. Siz o'zingizga aytasiz, bu menga vizov, challenge deydi buni. O'zimga vizov tashlayman. San mana shu situatsiyada bardosh berib o'tasan va u tarafga qaramasdan, bilmadim, uni tegiga borib turib, "O, 7-qavatda qolib ketdi yuragimni parchasi" deb ashulalar aytib yomg'irda ivib turmaysan va u kuchayasan, o'zingni qo'lga olasanda, обязательно qachon bo'lmasin, kimda 3 oy, kimda 6 oy, kimda 1 yil, kimda 2 yil bu o'tadi. O'tmishda qoladi hammasi. Ishoning, o'tmaydigan qalb og'rig'i yo'q. По-любому o'tadi, qalbingiz xotirjam bo'ladi, hamma narsa, emotsiya joy-joyiga tushadi va siz o'tmishga o'sha paytda rahmat deysiz. Va ana shu jarayonni qalbim og'risa ham, uni sog'insam ham, boshqa bo'lsa ham, mana shu o'zimga vizov tashlayman va shu og'riqlardan, shu sinovdan munosib tarzda o'taman deb o'zingizga vizov tashlaysiz. O'zingizga bo'lgan vizov tashlasangiz va bosim harakat qilsangiz, ishoning, jarayon tezlashadi, plus bu maqsadingiz har doim siz bilan yashaydi va bu boshqa maqsadlar qo'yib ularga erishishga yordam beradi. Ya'ni ustuvor endi buni qo'ymaysizda, maqsadlar qo'yasiz, kasbingiz bo'yicha, bilmadim, ishingiz, pul, daromad, sayohat, qanaqadir mashina olish, bu ham maqsad, uy olish, qanaqadir maqsadga intilishga ham yordam beradi. Shuning uchun o'zingizga vizov tashlang va mana shu vizovni обязательно qilaman deng. Agar qilmasam, men demak, hech narsaga erisha olmaydigan odamman deb o'zingizga so'z bering va ikki dunyoda ham u tarafga bosmayman, boshqa qilmayman va shu sinovdan munosib ravishda o'taman. Ishoning, mana shu munosib ravishda bosib o'tasiz,
unga oddiy odamdek qarashni boshlaysiz va o'sha joydan turib vaqt o'tganidan keyin keyin shunaqa darajaga erishasizki, maqsadlarga ham erishasiz. Sizda energiya paydo bo'ladi, harakat qilyapsiz. Og'riq bilan birga harakat qilyapsiz, mayli, sog'inch bilan birga, lekin harakat qilyapsiz. Maqsadingiz sari ishoning, siz o'sishni boshlaysiz. Daromad tarafdan ham, ish tarafdan hamma narsa shaxs sifatida ham o'sasiz. Ana shu tepadan turib endi unga qaraysiz. Xotirjam qalb bilan qaraysiz, keyin tushunasiz, что bu inson sizga aslida kerakmidi, yo'qmi? Ishoning, ana shunda keyin tushunasiz, что bu inson bilan aslida o'xshamagani yaxshi ham bo'lgan. Va eng avvalo o'zingizni hurmat qila boshlaysiz. Mana shu vizov tashlab, vizovni munosib bosib o'tsangiz, ishoning, keyin hech narsa sizga qiyin bo'lmaydi. Maqsad qo'yib erishish ham, tam Everest tog' cho'qqisiga chiqish, IELTSda 8 olish, chunki siz eng og'riqli narsani bosib o'tdingiz. O'zingizga bo'lgan hurmat ham oshadi, samootsyenka patolog bo'ladi. Shunaqa jarayonni, sinovni bosib o'tganingiz uchun. Va chunki aslida sizga bu og'riq sizni baxtga yetaklash uchun, sizni mana shu o'zligingizga qaytarish, kuchliroq qilish, donoroq qilish, haqiqiy o'z insoningizni topish uchun tayyorlayotgan og'riqdir. Shuning uchun ham berilgan. Shu sababli ham buni shilchoqda yo'qotadigan sehrgar yo'q. Buni tabletkasi yo'q. Bu og'riqni olib tashlaydigan, chunki bu og'riq va bu sog'inch, bu mana shu sinov aslida siz uchun, sizni kelajagingiz uchun yaxshilik yo'lida berilgan sinovdir. Shuning uchun ham unga hech qanaqa oddiygina bunaqa yo'qotadigan narsa yo'q. Chunki Allohning o'zi sizga bu tochkaga oson yetib olish uchun ham mana shunaqa og'riq va mana shunaqa sinov beradi. Mana nima uchun ayriliq va mana qanday qilib ayriliqni yengib, osonroq bu jarayondan o'tib, bu tochkaga, baxt tochkasiga yetib kelish mumkin. O'z hayotimdan, o'zimni hozir baxtimga yetib kelgan yo'limdan va kitobdan ham va institut butun ilmimdan kelib chiqib gapirdim. Oxirida shunaqa gap aytaman. Ishoning menga, Alloh sizga sizni kuchingiz yetmaydigan sinov hech qachon bermaydi. Videoni oxirigacha ko'rganingiz uchun rahmat. Oxirida etim jimburlab ketdi. Salomat bo'ling, omon bo'ling. Utarov bilan, ya'ni men bilan birga mana shu o'sib birga rivojlanayotganingiz uchun sizdan minnatdorman va sizga qalb xotirjamligini va bitta juft bilan abadiy sevilib yashashingizni juda tilayman. Menga obuna bo'lib qo'ying, menga bu juda yoqimli bo'ladi va motivatsiya bo'ladi va bundan keyingi videolarimni albatta kuzating. Bundan oldingilari ham juda ham manfaatli. Omon bo'ling, salomat bo'ling, o'zingizni asrang.